Barchaga assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, ko'rishingiz mumkin bizga Xitoydan novinka pastel milyonerlarimiz keldi. Juda ham chiroyli upakovkada. Sog'ga salomga juda ham ajoyib tanlov. Do'stlar qaranglar. Juda ham chiroyli rasvetkalar bor. Bittasini ochib obzor qilamiz. Ungacha rasvetkalarni ko'rsatamiz. Qaranglar, babichkaligi bor ekan, serdichka popopligi. Xo'p. Buni ko'rsatdik. Buni mana serdichkaligi bor ekan. Screenshot qolsanglar, dastavka xizmatlarida ishlayapti. Ana rozichkaliklari bor ekan. Juda ham chiroyli rasvetkalar kelgan mana. Lavanda gullilardan bor. Hurmatli xaridorlar, ochib obzor qilamiz. Nabor bo'ladi. Naborda ikkita nalchkasi 50-70, bitta prostinasining razmeri 2,5 ga 2,5. Rasmda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, xuddi shunaqa chiqadi. Upakovkalari ham juda ham chiroyli va bejirim bo'ladi, do'stlar. Xo'p, rangi o'chmaydi, kachka bo'lmaydi. Mana bu rozalari ham mana atir gullari tikilgan bo'ladi. O'chib ketmaydi ranglari. Juda ham chiroyli. Materiallari xb satin bo'ladi. Prostinasi xuddi shunaqa adnatoniy oppoq bo'ladi. Nalchkalarning chekkalaridan xuddi shunaqa pirpiraylari bor. Rasmda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yuz chiqadi. Do'stlar, qadrdonlar, prostinalari aytib o'tganimizdek oppoq bo'ladi. Palitanigida xuddi shunaqa chiroyli gullar tushirilgan bo'ladi. Buni gullari va serdichkaliklari bor, babichkaliklaridan bor. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Kimga nechta kerak bo'ladigan bo'lsa, nalichida bor. Murojaat qilsanglar, dastavka xizmatlarida ishlayapti. Shahar ichida 40 ming so'm, Vodiy voha viloyatlarga pochta orqali kilosi 6 ming so'mdan chiqarib beriladi. Agar optim kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqamiz. Agar dastavka xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, direktga o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon.